vazn olish, ya'ni ozg'in odamlarni semirish mexanizmi ham xuddi shunday. Siz organizmga kerakli bo'lgan oqsillar, uglevodlar, yog'lar, minerallar, vitaminlar va suvni kerakli miqdorda kiritib turasiz va sarflanayotgan energiyangizni kamaytirasiz. Ozg'in insonlarda odatda ishtahasizlik bo'ladi, ya'ni ovqat yegisi kelmaydi. Ular nima qilish kerak? Ular jismoniy harakatni ko'paytirish kerak. Ishtaha ochar deydi-ku. Qancha jismoniy harakat ko'p bo'lsa, organizmda energiyaga bo'lgan ehtiyoj shuncha ortadi va ovqatga bo'lgan talab ham kuchayadi. Ya'ni ishtahasi ochiladi. Va undan so'ng sifatli ovqatlanish kerak. Ya'ni bir xil turdagi ovqat yemaslik kerak-da. Turli-tuman bo'lish kerak ovqat. Oqsillar nimadan olinadi? Oqsillar asosan go'shtdan, tuxumdan va sut mahsulotlaridan olinadi. Albatta oqsil yetarli bo'lishi kerak. Go'shtlar ham turli-tuman: tovuq go'shti, mol go'shti, qo'y go'shti, parranda go'shtlari, boshqa qush go'shtlari va tuxum, sut mahsulotlarida almashtirib bo'lmaydigan aminokislotalar bo'ladi. Busiz semirish juda ham qiyin mashg'ulot hisoblanadi. Ya'ni sog'lom semirish. Sog'lom semirish deganda bu tanadagi mushak massasi, yog' massasi bir-biriga mutanosib bo'ladi.